Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Alloh pokdir, pokni qabul qiladi. Albatta Allohu taolo mu'minlarga payg'ambarlarga buyurgan narsani buyurdi deb mana bu oyatni zikr qildilar. Ey payg'ambarlar, pokiza narsalardan yenglar va solih amal qilinglar. Va keyin ikkinchi oyatni ham o'qidilar. Ey mu'minlar, biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalardan yenglar oyatini tilovat qildilar. So'ngra payg'ambar alayhissalatu vassalam bir voqeani esladilar. Aytadilarki, bir kishi olis safarga chiqdi. Uzoq safarga chiqdi. Sochlari o'zigan, to'zigan, chang bosgan. Ikki qo'lini osmonga ko'tarib, ey Rob, ey Rob, ey Rob dedi. Qanday qilib uni duosini Alloh qabul qilsin? Qanday qilib Alloh uni duosini ijobat qilsin? Taomi haromdan, ichimligi haromdan, kiygan libosi haromdan, harom bilan oziqalangan-ku dedilar payg'ambar alayhisalom. O'zi u odam musofirning duosi ijobat bo'ladi. Ba'zi hadisni sharhlagan ulamolar bu safar haj safari edi dedi. Haj safariga borgan odam edi. Haj qilgan odamning duosi ijobat, musofirning duosi ijobat, ixlos bilan duo qilgan odamning duosi ijobat. U ixlos bilan duo qilyapti. Ikki qo'lini ko'tarib olib, ey Rab deyapti. Lekin taomi, ichimligi, kiyimi haromdan va haromdan oziqalangan. Qanday buni Alloh taolo duosini ijobat qilsin deganlar. Haromdan bo'lsa azizlar, duolar ham ko'tarilmay qolar ekan. Duolar ham ijobat bo'lmay qolar ekan. Robbimiz bilan bog'lana olmay qolar ekanmiz. O'shaning uchun faqat halolga harakat qilishimiz kerak.